Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel, Farg'onaga kelganmiz, Dang'araga. Mana shuncha joyi mebel qilamiz. Xo'p, yana bitta xonamiz bor. Bu tarafimiz. Hammasini mebel qilib ko'rsatamiz. Tayyor bo'ldi. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida tayyorlab berdik. 100% qimmat varianti. O'rtada ikkita deraza bor edi. Buni oldi orqasini mebel qilib tashladik. Xo'p, ba'da ikkita taxmon, ikkita tokcha bor edi. Uni ham mebel qildik, o'sha ichi to'la polka. Ustki polkalarda bu. Xo'p, uyi bo'yi pastligi uchun eshigini bittada ochiladigan qildik. Tepada tumbuchkasi, o'sha shkafa, antresoli. Xo'p, derazamizning joyi nur tushib turishi uchun derazaga joy qo'yildi. Biz oyna qo'yganimiz yo'q. O'sha dogovorimizda oyna yo'q edi, oyna qo'yib berganimiz yo'q. O'sha vakuum. Qora turbali ruchkalar. Xo'p, romimizda o'rta taxmon, ikkita chekka tokcha edi. Ba'di mana derazamizning bu tarafdan ko'rinishi. Xo'p, bunisida ham o'rtasida bittadan polkalari bor. Yuz foiz o'sha ichi umuman ko'rinmaydigan variantida korobka qilib o'ralgan. Detski qilib foydalanadigan bo'ldi bu tarafdagisi. Xo'p. Razmeri 3 metr, 380. Xo'p, bunaqasi 5,5 metrdan ortiqroq, 3,5 metr. Bu tarafimiz yana 3,5 metrli joy. Shuncha joyimiz 24 million so'mga tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqibdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz.